Top 3 ta foydaga eng tez chiqadigan zamonaviy bizneslar. Sir emaski, hozirgi paytda ishsizlar soni ortib bormoqda. Siz esa kuniga 500 ming va undan yuqori daromad topyapsiz. Bu juda yaxshi, to'g'rimi? Va buni haqiqatga aylantirish imkoni bor. Men 5 yildan beri biznes loyihalar, biznes keyslar, bizneslarni muvaffaqiyatsizligi va muvaffaqiyatli amalga oshirilgan biznes loyihalarini mustaqil hamda qimmatli pullik kurslar orqali o'rganib kelyapman. Hozir aynan biznes universitetining talabasiman. Shunday ekan, biznes haqida gapirishga, kimgadir biznesni o'rgatishga haqliman. Kelgusi 5 daqiqa ichida O'zbekistondagi eng tez daromadga chiqadigan va eng talabgor bo'lgan top 3 ta biznes yo'nalishi bilan sizlarni tanishtiraman. Videoni yaqinlaringizga yuborib, albatta like qo'yishni unutmang. Faqatgina shu yo'l orqali bizni boshqalar ham ko'rishiga sababchi bo'lasiz. Men beradigan ma'lumotlar fantastika emas. Ko'plab bilimlar va real hayotdagi hisob-kitoblardan olingan. Demak, 3-o'rindagi biznes, mahalliy turizm va sayohat xizmatlari. O'zbekistonda ichki turizmni rivojlantirish kuchli suratda o'smoqda. Ko'p odamlar chet elga chiqa olmayapti. Narxlar qimmat, lekin sayohat qilish istagi kuchaygandan kuchayyapti. Siz nima qilasiz? Dastavval Instagram, TikTok, YouTube platformalarida sahifalar ochib, O'zbekistonning yoki ma'lum bir viloyatning ommabop ko'zga ko'ringan sayohatgohlarini, joylarini topib, sahifalaringiz orqali yoritib borasiz. Ma'lum bir miqdordagi tomoshabinlar yig'ilgandan so'ng har xil tur paketlar va kundalik ekskursiyalarni, tarixiy joylarga sayohatlarni tashkil qilasiz. Keyinchalik siz o'zingiz sayohatgohlarni qidirishingiz shart emas. Sahifalaringizga joylayotgan ish jarayoningizdan olingan video lavhalarni o'ziyoq sizga mijozlar oqimini ta'minlab turadi. Restoranlar, sayohatgohlar rahbarlari mijoz olib kelishingiz uchun sizga pul to'lashadi. Obunachilaringiz ko'paygandan so'ng sahifalaringizda ham reklamalar sotish orqali daromadingizga daromad qo'shiladi. Bu ishni boshlash uchun kerak bo'ladigan narsalar: kamera yoki video bilan rasmga tiniq oladigan telefon, mashina. Mashinangiz bo'lmasa, biron bir haydovchi bilan ham kelishib ishlashingiz mumkin. Aytib o'tganimdek, Telegram, Instagram, YouTube, TikTok sahifalari o'zimizni sohamizda yoki boshqa faol obunachisi bor sahifalarda reklama qildirib yuborsak, daromadga chiqishimiz yana ham osonlashadi. Bularni barchasiga 8-10 million so'm sarmoya kerak bo'ladi. Daromadga chiqish vaqti esa 3 yoki 4 oy. Daromad imkoniyatlari: faqat bitta turni 10 kishiga hisoblaymiz. 200 ming so'mdan 2 million so'm bo'ladi. Oyiga 4 ta, 6 ta tur tashkil qiladigan bo'lsak, 8-10 million so'mgacha sof daromad qilish imkoniyatimiz bor. Keyinchalik qo'shni davlatlarga ham sayohatlarni tashkil qilib, faoliyatimizni kengaytirib boramiz. Ichki turizmni rivojlantirganimiz uchun davlatimizni ham nazariga tushamiz.